Endi oddiy arifmetik operatsiyalar, ya'ni sonlar ustida amallar bajaramiz. Xuddi matematikaga o'xshab, Pythonda ham arifmetik amallarni ustida qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga oshirishni amalga oshirish mumkin. Darajaga oshirish degani xuddi o'sha sonni o'ziga mana shuncha marta ko'paytirish degani. 2ni 2ga ko'paytirsak 4, 4ni 2ga ko'paytirsak 8. Buni qanaqa qilib yozsak bo'larkan? Print qilib turib 3 4ga qo'shdik 7, print qilib turib 10 dan 5 ayirdik 5, print deb yozib 3 2ga bo'lsak 1,5, print deb 3ga 5 ko'paytirsak 15 va 2ni 333-darajasi qilib katta daraja qo'ysak ham uni ham Python chiqarib bera olar ekan. Endi darajaga oshirishni ham ko'rdik. Darajaga oshirish ikkita yulduzcha bilan belgilanlar ekan. Bitta yulduzcha bo'lsa ko'paytirish, ikkita yulduzcha bo'ladigan bo'lsa, bizda darajaga oshirish deyiladi. Keyin stringga number qo'shib olmaydi, uni virgul bilan yozishi ko'rib chiqqandik. Keyin mana ifoda, kasrli ifoda bo'ladigan bo'lsa, buni biz qovus orqali ajratib to'g'rilab yozishimiz mumkin. A ni B plus Cga bo'lamiz degani. Agar bunaqa yozsak, A ni B ga bo'lamiz, keyin C'ni qo'shamiz. Uni ifodasi umuman boshqa bo'lib qoladi. Masalan, 15 mana bu yerda 3 2 bo'ladigan bo'lsa, 3 ga 2 ni qo'shsak 5, 15 ni 5 ga bo'lsak 3 to'g'rimi? Bu yerda 15 ni 3 ga bo'lsak 5, 5 ga 2 ni qo'shsak 7 chiqib qoladi javob. Xuddi shunaqa. B ga C ni qo'shib turib, keyin A ga bo'lishi kerak. Mana. Qovus katta ahamiyatga ega. Endi yana bir misol. Darajaga oshirayotganimizda 2 ni 3-darajasini 2 3 4 turgan bo'lsa, bu 2 ni 3ga 2 ni kubini topib, keyin uni 4-darajaga oshirish degani emas. 2 ni kubi 8, 8 4-chi 4096 bo'lmas ekan. Bu degani 2 ni 3/4-darajasini darajasi degani. 3/4-darajasi 81, 2 ni 81-darajasida katta son bo'lar ekan. Bu ham bir qoida.